Assalamu alaykum suyimlik balalar. Bugun qutlug Novruz bayramimiz. Hammanglarning Novruz bayramiga muborak bo'lsin. Yangi yilga muborak bo'lsin. Har yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tang bo'lganda qish tugab bahor keladi. Tabiat uyg'onadi. Novruz bayramimiz bizning yangi yil bayramimiz, bahor bayramimiz va tabiat bayramimiz. Novruz yana bizning tamoq madaniyat bayramimiz. Novruzda Uyg'urlar bək jiq, bək tatlıq tamoqlarni etidi. Yana nihoyatda alohida va o'xshagan Novruz ishmi yeymiz. Novruz yana bizning san'at bayramimiz. Novruzda Novruz mashribi qilamiz, muqomlarni aytamiz, usullarni o'ynaymiz, naqshlarni, biyitlarni, qo'shiqlarni aytamiz. Novruz mashrablari bək qiziydi, bəkmi ko'ngillik bo'ladi. Novruz yana bizning tilak bayramimiz. Novruzda, yangi yil bayramimizda, ya'ni bahor bayramimizda hammamiz bir-birimizga go'zal tilaklarni tilaymiz. Novruz yana bizning tantarbiya bayramimiz. Novruzda Uyg'urlar davozlik, chelishish, ot bayga, o'g'loq tortishish, o'lango'sh qatorliq an'anaviy o'yinlarni o'ynaydi. Novruz kelganda cho'nglarmi, kichiklarmi hammaylar bək xush bo'lib ketadi. Shunga u yana bizning shodlik bayramimiz. Novruz yana bizning pokizlik bayramimiz. Novruzdan burun hamma Uyg'urlar uylarini, hovlilarini, ya'ni yo'llarni tozalaydi. Hamma odam eng pokiz, eng chiroyli kiyimlarni kiyib Novruzga tayyor bo'ladi. Novruz yana bizning ittifoqlik bayramimiz. Novruz kelganda burun urushib qolganlarmi aplashib, bir-biridan apu so'rab, yana omroq adashlardan bo'lib qoladi. Novruz biz Uyg'urlarning uzun tarixi ega, bizning urf-odatlarimiz va madaniyatimiz yo'g'rilgan bir katta bayramimiz. Novruz demak yangi yil demakdir. Novruzda oy yangi, kunmi yangi, tabiatmi yangi. Novruz u umid va go'zal tilakdir. Hammanglarning yangi yilinglarga muborak bo'lsin umoq balalar. Bu yangi yilinglar xotirjam, ko'ngillik va ahamiyatli o'tsin, go'zal aslimlar bilan to'lsin.